Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz birgalikda Monster Toganing Yesen Skeleton degan serialini to'liq tahlil qilishga harakat qilaman va men bugun shuni tahlil qiladigan Togadan ham savol-javoblar qilamiz. Salom fokus tahlilchi, mening birinchi savolim o'sha: skeletonlar maqsad nima bo'lishi mumkin? Yoki bu haqida Monster Toga bu haqida nima der aytganmi? Assalomu alaykum. Super tahlilchi yaxshimisiz? Hop, savol aytasiz. Monster birlash skeletonlar maqsad nima bo'lishi mumkin degan ekansiz. Hop, Monster bu aytgan rasmiy tariqa aytmagan. Rasmiy aytmagan. U bilan ham ko'p marta gaplashib ko'rganman va ko'p gaplashaman, kam gaplashagan bo'lganmiz. Hop. O'zim taxminimni aytsam, albatta ular maqsadi yerni bosib emas, ulardagi energiyani olish bo'lishi mumkin. Ya'ni skeletonlar bilasizki, lava dengiziga tushdi, u yerdagi energiya kuchli bo'ladi. Mana shu maqsadim. Hozirgi aytganlarim bu rasmiy emas. Yaxshi, çok rahmat. Endi ikinci savolim. Yesen Skeleton serialida 4 qismning part birdagi agent qayerga va qanday teleport qilingan? Hop, ikinci savol Yesen Skeleton serialidagi part odam qayerda teleport qilingan? Hop, bu menimcha agent emas, chunki men o'zim tahlilimni aytdim. Bu bilasiz, boshqa YouTube'lardagi Kokboy degan mini serial bor. O'shandagi bitta qahramoncha edi, ya'ni ko'p odamcha edi. Men o'shani avatar bilasiz, burchachasida sken ko'rinib qoladi, qimlayotganingizda o'shanda ko'rib qoldim. O'shaning uchun uni agent emas va bu agent emasligini hisoblayman va u o'zini aktivisi sifatida ham aytaman. U portal qurardi va ilmiy tajribalar bo'yicha yaxshi edi Kokboy. Men buni o'rganib chiqib tahlilimni ham aytib o'tganman. Aha, yaxshi, ajoyib, zo'r. Endi uchinchi savolim to'rtinchi. Qismning part 2da nimalar bo'lishi mumkin? Ya'ni qandaydir yangilikmi? Hop, uchinchi savolga keladigan bo'lsak, uchinchi savolda bizdan surprizlar bo'lishi mumkin. Chunki Yashilvoy sarguzashtlari degan videolari bor. Buni ko'rishimiz mumkin. Bu prosta video bo'lishi mumkin deb o'ylashimiz mumkin. Balki bu Monster bizdan shunday deb o'ylashimizni xohlar. Lekin men o'ylashimcha bu Yashilvoy bilan Kokboy uchrashib o'sha yoki Yashilvoy kechroq kelib qolishi mumkin. Keyin Kokboy bilan cho'chqalar birlashib o'sha skeletonlar bilan qarshi kurashishi mumkin. O'sha kam yutqazishayotgan vaqtda Yashilvoy kelishi mumkin. Bu ham yaxshi variant. Qo'yil rahmat javobingiz uchun. Endi mening to'rtinchi savolim demak qolgan sariq, qizi va boshi doira bo'lgan qahramonlar ham qaytadimi unda? Bo'lishi mumkin, ya'ni sariq, qizil va o'sha boshqa qahramonlar ham qaytishi mumkin. Lekin men o'ylashim bo'yicha qora qaytishi mumkin yoki qizil. Chunki ikkovi ham dahshatli kuchli bo'ladi. Yoki bular serialni menimcha hozir biz birinchi sezonda emasmiz, yoki birinchi sezondamiz yoki ikkinchi sezondamiz. Chunki bilasizki, Monster ko'p vaqtlarda videolar qilmay qo'ydilar. Menimcha ular ikkinchi sezonda start berganlar va biz yangi erani ko'ryapmiz. Aytayotgan savollar sariq bilan qizil va boshqa qahramonlar
qaytadi va ular 3-sezonda ulashim bo'yicha 3-sezonda Qora bilan viruschali o'rgimchaklar ham qaytishi mumkin. Men yana bitta tahlil videosini qilaman yoki o'sha tahlil videosini qilaman. Mana bir kun o'shanda siz ham yordamlashasiz degan umiddaman. Albatta, men yordam berishga har doim tayyorman. Agarda vaqtim bo'sh bo'lsa, Julas Endi mening 5-savolim serialda yana bir yangi agentlar sifatida kirishidimi haligi yashilvoy, koqvoy deganlari yokida haqiqiy o'ziga xos agentlar ham chiqishi mumkinmi? Xo'p, menimcha chiqadi. Chunki spoilerlar jo'natib qo'yganlar Monster. Siz ham Telegram kanallariga obuna bo'lgan degan umiddaman. Ya'ni Telegram kanallariga obuna bo'lsangiz, u yerga ham tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Menga o'zlari tashlab berganlar, lekin men buni videoyimda ko'rsatmadim. Men ularni Monsterni Telegram kanallariga o'tib qo'yinglar dedim. Va ular Monster Telegram kanallariga o'tib qo'ygan bo'lsa, o'zi obunachilar allaqachon qurib bo'lishgan. Uni yo'qini bilmadim ya. Biza balki yangi surprizlar kutarmiz, balki Xo'p, yana Vader degan bitta qahramon bor. Balki o'sha ham qaytar. Vader. Vaderda. O'zcha sport tahlilchi savollar tugagan bo'lsa, goodbye. So'proxmat savollarimga javob berganingiz uchun uzr tomoshabinlar. To'liq tahlilning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qism chekishini so'rasanglar, shu videoga 10 ta like yig'ib bersanglar bo'ldi. Barchaga ko'rishguncha.